Charchadingmi? Kel o'zim qarayman. Yo'q, shart emas. Uxlavering. O'zi uxlab qoldi. Onajon, qarang, bugun men ham onaman. Sizni jajji qizingiz bugun o'zi ham onalik mashaqqatini tortmoqda. Oldinlari onalikni faqat baxtli tomonlarini o'ylardim. Sizga oson tutardim. Nahotki men sizni shunchalik qiynab qo'yganman. Nahotki shunchaki bor bo'lishim uchun, onajon deyishim uchun shuncha qiyinchiliklarga rozi bo'lgansiz. Tug'ruq dardi naryoqda tursin, hattoki bedor tunlaringizning bir kunini ham haqqini ado eta olmas ekanman. Ona bo'lib sizning qadringizga yetyapman, onajon. Yaxshiyamki shunaqa paytlarda yonimda suyanadigan tayanchim bor. Ular menga oson bo'lishi uchun qo'llaridan kelgan hammasini qilyaptilar. Farzandimiz osuda uxlashi uchun, men xotirjam dam olishim uchun avvalo to'g'ri taglik tanlash kerak deb o'ylabdilar. Shuning uchun ham Prudini tanlabdilar. Chunki Prudi tagliklari havo o'tkazadi, terlatmaydi, juda mayin, bolam xotirjam uxlaydi, men esa baxtli onalikni his qilaman.